1 iyuldan pensiyalar ommaviy to'xtatiladi degan gaplar tarqalmoqda. Men bugun shu masalani juda aniq tushuntirib beraman. Kimning pensiyasi haqiqatan ham vaqtincha to'xtatilishi mumkin, kim xavotir olmasa bo'ladi. Qaysi xatolar odamni pulidan vaqtincha mahrum qiladi va bunday vaziyatga tushmaslik uchun hozirdayoq nima qilish kerak? Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar uchun, balki ota-onasining, buvisi yoki bobosining pensiyasi bilan shug'ullanadigan farzandlar uchun ham juda muhim. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik hujjatdagi xato yoki bitta tasdiqlanmagan ma'lumot pensiya to'lovining kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday muhim ijtimoiy masalalarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Avvalo eng asosiy savolga javob beraman. Iyuldan hammaning pensiyasi birdaniga to'xtatiladimi? Yo'q. Hammaning pensiyasi ommaviy tarzda bekor qilinmaydi. Lekin ayrim toifadagi fuqarolarning pensiya yoki nafaqa to'lovlari vaqtincha to'xtatilishi, tekshiruvga tushishi yoki qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Odamlar aynan mana shu farqni tushunmagani uchun vahima paydo bo'ladi. To'xtatiladi degan so'z eshitilishi bilan ko'pchilik demak endi pul bermaydi deb o'ylaydi. Aslida ko'p holatda gap butunlay bekor qilish haqida emas. Balki ma'lumotlarni aniqlashtirish, hujjatlarni yangilash, yashash holatini tasdiqlash, bank kartasi yoki shaxsiy ma'lumotlarni moslashtirish haqida ketadi. Oldin qanday edi? Ilgari ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, qo'lda berilgan arizalar, alohida idoralardan olingan tasdiqlar orqali yurardi. Masalan, pensioner bir joyda ro'yxatda turgan, boshqa joyda yashagan, bank kartasi boshqa familiya bilan ochilgan. Pasport yangilangan, lekin pensiya bazidagi ma'lumotlar eskicha qolgan bo'lishi mumkin edi. Ba'zan odam vafot etgan bo'lsa ham, ma'lumotlar bazaga kech kirgani sababli to'lovlar davom etgan holatlar ham uchragan. Ba'zan esa aksincha, tirik odamning ma'lumotida xato bo'lib, tizim uni noto'g'ri belgilagan. Endi nima o'zgarmoqda? Davlat idoralari o'rtasidagi elektron ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Pensiya jamg'armasi, banklar, FHDYO, soliq organlari, bandlik, migratsiya, tibbiy mehnat ekspertizasi, mahalla va boshqa bazalardagi ma'lumotlar bir-biri bilan solishtiriladi. Maqsad shuki, pensiya haqiqatan ham qonuniy egasiga to'g'ri miqdorda va o'z vaqtida yetib borsin. Lekin bunday tekshiruvda eski xatolar ham yuzaga chiqadi. Masalan, ism sharifda bitta harf farqi, tug'ilgan sana noto'g'ri yozilgani, pasport seriyasi yangilanmagani, nogironlik muddati tugagani, chet elga doimiy ketganlik holati, ikki joydan bir xil to'lov olayotganlik yoki bank kartasidagi ma'lumotlar mos kelmasligi to'lovni vaqtincha ushlab turishga olib kelishi mumkin. Asosiy qism 1. Kim xavotir olishi kerak, kim esa xotirjam bo'lishi mumkin? Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Agar siz yoshga doir pensiya olsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pasportingiz amal qilayotgan bo'lsa, bank kartangiz o'zingizning nomingizda bo'lsa, yashash manzilingiz va shaxsiy ma'lumotlaringiz tizimlarda mos bo'lsa, siz vahima qilishingiz shart emas. Sizning pensiyangiz odatdagi tartibda tushishi kerak. Lekin menda hammasi joyida deb umuman qaramaslik ham to'g'ri emas. Chunki muammo ko'pincha odam bilmagan joydan chiqadi. Birinchi xavfli holat. Pasport yoki ID karta yangilangan. Lekin pensiya organidagi ma'lumotlar yangilanmagan. Masalan, 6-8 yoshli ayol 2023 yilda yangi ID karta olgan. Eski pasportdagi seriya va raqam bankda ham, pensiya bazasida ham qolgan. Iyuldan elektron solishtirish kuchayganda tizim bu karta egasi bilan pensiya oluvchi ma'lumoti to'liq mos emas deb belgilashi mumkin. Natijada pul butunlay yo'qolmaydi, lekin to'lov kechikadi. Ayol pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, ID kartasi nusxasini taqdim etadi, ariza yozadi, ma'lumot yangilanadi, keyin to'lov tiklanadi. Ammo bu jarayon bir kun emas, ba'zan bir necha ish kuni, ba'zan ko'p vaqt olishi mumkin. Pensioner uchun esa 5 kunlik kechikish ham katta muammo. Chunki dori, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar bor. Ikkinchi xavfli holat. Bank kartasi pensionerning o'z nomida emas. Ba'zi oilalarda ota yoki ona qarigan, yurishi qiyin. Shuning uchun pensiya farzandining kartasiga tushirib kelingan yoki farzand kartadan foydalanib kelgan. Qonuniy tartibda ishonchnoma bo'lsa, vakillik masalasi hal bo'lishi mumkin. Lekin oddiygina onamning pensiyasini men olib beraman degan amaliyot tekshiruvda muammo tug'diradi. Tizim pensiya oluvchi bilan karta egasini solishtiradi. Agar egasi boshqa shaxs bo'lsa, to'lov to'xtashi yoki qayta rasmiylashtirish so'ralishi mumkin.
Masalan, 1 million 200 ming so'm pensiya oladigan 74 yoshli otaning puli o'g'lining kartasiga tushayotgan bo'lsa, bu holat aniqlanganda bank yoki pensiya organi to'lov yo'nalishini tekshiradi. To'g'ri yo'l. Pensioner nomiga karta ochish, agar o'zi bora olmasa, notarial ishonchnoma yoki qonuniy vakillik hujjatlarini rasmiylashtirish. Uchinchi xavfli holat nogironlik pensiyasi yoki nafaqasida muddat masalasi. Nogironlik bo'yicha to'lov olayotgan fuqarolarda tibbiy xulosa muddati bo'lishi mumkin. Ba'zi nogironlik guruhlari muddatsiz belgilanadi. Ba'zilari esa qayta ko'rikdan o'tishni talab qiladi. Agar qayta ko'rik muddati o'tib ketgan bo'lsa, tizim to'lovni avtomatik davom ettirmasligi mumkin. Masalan, fuqaro 2 guruh nogironlik bo'yicha oyiga 920 ming so'm nafaqa olayotgan bo'lsin. Uning tibbiy xulosasi 30 iyungacha amal qiladi. U keyin borarman deb avgustgacha yurib qolsa, iyul to'lovi ushlanishi mumkin. Keyin u tibbiy ko'rikdan o'tadi. Nogironlik tasdiqlansa, to'lov qayta tiklanadi. Ba'zan o'tgan davr uchun ham hisob-kitob qilinadi. Lekin vaqtida hujjat topshirmagan odam pulini kutib qoladi. 4-xavfli holat yashash joyi, ro'yxat va chet elga chiqish bilan bog'liq masalalar. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, doimiy yashashga chiqib ketgan bo'lsa yoki ro'yxatdan chiqarilgan bo'lsa, ayrim to'lovlar bo'yicha qo'shimcha tekshiruv bo'lishi mumkin. Bu yerda hamma chet elga chiqqan odamning pensiyasi to'xtaydi degani emas. Lekin ma'lumotlar mos kelmasa, masalan, odam O'zbekistonda yashayapti deb turib, boshqa bazada doimiy chiqib ketgan deb belgilansa, tizim aniqlashtirish talab qiladi. Men bunday vaziyatlarda eng avvalo rasmiy hujjatlarni tekshirtirishni maslahat beraman. Doimiy ro'yxat, vaqtincha ro'yxat, yashash manzili, migratsiya holati. 5-xavfli holat vafot etgan shaxs nomiga to'lov davom etishi. Bu og'ir, lekin aytish kerak bo'lgan masala. Agar pensioner vafot etsa, uning pensiyasini davom ettirib olish mumkin emas. Ba'zi oilalarda kartada pul turibdi, ishlatib qo'yaylik degan noto'g'ri tushuncha bor. Bu keyinchalik qarzdorlik qaytarish talabi, hatto javobgarlik masalasiga olib kelishi mumkin. Elektron bazalar kuchaygani sari FHDYodagi vafot qaydi pensiya jamg'armasi bazasiga tezroq tushadi. Agar ortiqcha to'lov aniqlansa, davlat uni qaytarishni talab qilishi mumkin. Shuning uchun yaqin inson vafot etgandan keyin pensiya kartasidagi pulni ishlatishdan oldin tartibni bilib oling. Ayrim hollarda daf puli olinmay qolgan pensiya yoki meros tartibidagi mablag'lar qonuniy rasmiylashtiriladi. Lekin buni o'zboshimchalik bilan emas, hujjat asosida qilish kerak. 6-holat 2 xil ijtimoiy to'lovni bir vaqtning o'zida noto'g'ri olish. Masalan, odam bir turdagi nafaqaga haqli, lekin eski qaror bekor qilinmagan. Yangi to'lov ham ochilgan. Yoki farzand parvarishi, kam ta'minlanganlik, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, yoshga doir pensiya kabi to'lovlar orasida qonun bo'yicha birini tanlash kerak bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin. Tizim buni solishtirganda ortiqcha to'lov aniqlansa, to'lov ushlanishi yoki qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Bu yerda odam ataylab qilmagan bo'lishi mumkin, lekin baribir hujjatni to'g'rilash kerak bo'ladi. Kim xavotir olmasligi kerak. Hujjatlar yangilangan, bank kartasi o'z nomida, pensiya turi aniq, nogironlik muddati bo'lsa vaqtida tasdiqlangan, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlari mos. Hech qanday ortiqcha yoki shubhali to'lov olmayotgan fuqarolar odatda xavotir olmasa bo'ladi. Lekin men bunday fuqarolarga ham kamida bir marta o'z ma'lumotlarini tekshirtirishni tavsiya qilaman. Chunki bu ish vahima uchun emas, oldini olish uchun qilinadi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya to'xtatilsa, bu har doim pensiya huquqi yo'qol degani emas. Juda ko'p odamlar to'lov 1 oy kechiksa ham meni pensiyadan chiqarib yuborishdi deb o'ylaydi. Aslida to'lov vaqtincha to'xtatilgan bo'lishi mumkin. Sabab bartaraf etilgach, to'lov tiklanadi. Ba'zi hollarda kechiktirgan oylar uchun ham to'lab beriladi. Lekin buning uchun odam sukut saqlab o'tirmasligi kerak. O'zi tushib qolar deb kutish eng katta xato. Pensiya tushmagan kunning o'zida bankdan, keyin pensiya jamg'armasidan sababini so'rash kerak. Ikkinchi nozik jihat, bankdagi muammo bilan pensiya organidagi muammoni ajratish kerak. Ba'zan pensiya hisoblangan bo'ladi, lekin karta bloklangan, karta muddati tugagan, plastik karta almashtirilgan, telefon raqam bog'lanmagan yoki bank tizimida texnik kechikish bo'ladi. Pensioner esa darrov pensiyamni to'xtatishdi deydi. Shuning uchun birinchi qadam bankdan hisobga pul kelgan-kelmagani aniqlash. Agar bank mablag' kelmagan desa,
keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qilinadi. Agar bank mablag' kelgan, lekin karta muammosi bor desa, masala bankda hal qilinadi. Uchinchi nozik jihat ishonchnoma muddati. Ko'p farzandlar ota-onasining pensiyasi ishonchnoma asosida oladi, lekin ishonchnoma muddati tugaganini unutib qo'yadi. Masalan, ishonchnoma 1 yilga berilgan bo'lsa, muddati 25 yilda tugagan, iyuldan esa to'lovni olishda muammo chiqadi. Bu pensiya bekor qilindi degani emas, vakillik hujjati yangilanishi kerak degani. Agar pensionerning sog'ligi yomon bo'lsa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatlari yoki qonuniy vakillik tartibini so'rab ko'rish kerak. 4-chi nozik jihat familiya o'zgarishi. Ayollar turmushga chiqqanda yoki ajrashganda familiyasi o'zgaradi. Lekin hamma bazalarda bir xil yangilanmay qoladi. Masalan, pasportda yangi familiya, bank kartasida eski familiya, pensiya hujjatida otasining familiyasi bo'lishi mumkin. Bitta harf farqi ham tizimda mos kelmaslik sifatida ko'rinadi. Ayniqsa, lotin va kiril yozuvida ism sharif turlicha yozilganda xatolar ko'p uchraydi. Gulnora o'rniga Gulnora, Yo'ldoshev o'rniga Yuldashev, O'qtam o'rniga O'qtam. Bular kichkina ko'rinadi. Lekin elektron tizim uchun bu boshqa yozuv bo'lishi mumkin. 5-chi nozik jihat pensiya miqdori kamayishi ham to'xtatish bilan adashtiriladi. Ba'zan odam o'tgan oy 1 million 800 million so'm olgan, bu oy 1 million 6 million so'm tushgan. U pensiyamni kesashi deb xavotir oladi. Buning sababi qarzdorlik ushlanmasi, aliment, sud qarori ortiqcha to'lovni qaytarish, oldingi oyda qo'shimcha to'lov bo'lgani yoki qayta hisob kitob bo'lishi mumkin. Har bir ushlanma hujjat asosida bo'lishi kerak. Shuning uchun sizga miqdor tushunarsiz bo'lsa, albatta yozma tarzda hisob kitobni so'rang. Nega kam tushdi degan savolga og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. 6-chi nozik jihat kam ta'minlangan o'yinlarga beriladigan nafaqalar va pensiya bir xil narsa emas. Odamlar ko'pincha hammasini pensiya deb ataydi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqa, bolalar nafaqasi, moddiy yordam. Bularning har birida alohida talab bor. 1 iyuldan o'zgarishlar aynan qaysi to'lov turiga tegishli ekanini aniqlamasdan vahima qilish noto'g'ri. Masalan, oilaning daromadi oshgani uchun bolalar nafaqasi to'xtagan bo'lsa, bu boboning yoshga doir pensiyasiga ta'sir qilmaydi. Yoki nogironlik muddati tugagani uchun nafaqa to'xtasa, bu boshqa oila a'zosining pensiyasi ham to'xtaydi degani emas. 7-chi nozik jihat. Ortiqcha to'langan pul keyin qaytariladi. Ba'zi odamlar tizim xato qilib pul tashlasa olaveraman deb o'ylaydi. Bu xavfli. Agar siz haqli bo'lmagan to'lovni olgan bo'lsangiz, keyin u aniqlansa qaytarish talabi qo'yiladi. Masalan, 6 oy davomida har oy 800 ming so'mdan ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lsa, jami 4 oyda 800 ming so'm qarzdorlik chiqadi. Bu keyingi pensiyadan bo'lib ushlab qolinishi yoki alohida undirilishi mumkin. Shuning uchun to'lov miqdori birdan oshib ketsa ham sababini so'rash kerak. Faqat kamayganda emas, ko'payganda ham tekshirish zarur. Endi eng kerakli qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport amal qilish muddatini ko'ring. Agar pasport yangilangan bo'lsa, pensiya bo'limi va bankdagi ma'lumotlar ham yangilanganda ishonch hosil qiling. Ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHSHR, ro'yxat manzili bir xil bo'lishi kerak. Ayniqsa, keksa ota-onangizning hujjatlarini o'zingiz tekshirib bering. Ular ko'pincha hammasi joyida deydi. Lekin kartaning muddati tugaganini yoki pasport ma'lumoti yangilanmaganini bilmaydi. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Karta pensionerning o'z nomida bo'lsin. Karta muddati tugamagan bo'lsin. Agar karta yo'qolgan, almashtirilgan yoki bloklangan bo'lsa, bankka borib yangisini oling. Mobil telefon raqami ham to'g'ri ulangan bo'lsa yaxshi, chunki SMS orqali pul tushganini bilasiz. Agar pensionerning o'zi yurishga qiynalsa, bankdan uyda xizmat ko'rsatish imkoniyati bormi? Notarial ishonchnoma bilan kimdir rasmiylashtira oladimi? Shuni so'rang. 3-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishga tayyor bo'ling. Agar pensiya tushmasa yoki miqdori o'zgarsa, shunchaki telefon orqali gaplashib qo'ymang. Imkon bo'lsa tuman yoki shahar pensiya jamg'armasiga boring. O'zingiz bilan ID karta, bank karta rekvizitlari, pensiya guvohnomasi yoki tegishli hujjatlar, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, ishonchnoma bo'lsa, uning asl nusxasi yoki tasdiqlangan nusxasini olib boring. Ota-onangiz nomidan borayotgan bo'lsangiz.
Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat va vakillik hujjatini ham tayyorlang. 4-qadam yozma ariza bering. Arizada oddiy qilib yozing. Menga tegishli pensiya to'lovi falon oyda tushmadi yoki pensiya miqdori kamayganligi sababini tushuntirib berishingizni so'rayman yoki ma'lumotlarimni yangilab berishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingizni, manzilingizni va iloji bo'lsa bank rekvizitini yozing. Muhimi, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. Bu keyin murojaat qilmadingiz degan gap bo'lmasligi uchun kerak. 5-qadam. Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik to'lovlarida muddatlarni oldindan tekshiring. Agar qayta ko'rik sanasi yaqinlashayotgan bo'lsa, oxirgi kungacha kutmang. Tibbiy hujjatlarni oldindan yig'ing. Shifokor xulosalari, ambulator karta ma'lumotlari, kasallik tarixi, oldingi komissiya qarorlari. Ko'rikdan o'tish jarayoni vaqt olishi mumkin. Agar siz 30-iyun kuni hujjat topshirsangiz, 1-iyulda to'lov bilan muammo chiqishi ehtimoli bor. Shuning uchun kamida bir necha hafta oldin harakat qiling. 6-qadam. Ma'lumotlarni rasmiy manbalardan tekshiring. Internetda hammani pensiyasi to'xtatishar ekan. 1-iyuldan pul bermas ekan. Falon hujjat bo'lmasa hamma bekor bo'ladi degan gaplar ko'p bo'ladi. Bunday xabarni ko'rsangiz darhol vahma qilmang. Rasmiy davlat organlari xabarlari, pensiya jamg'armasi e'lonlari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali bankning rasmiy kanallari orqali tekshiring. Agar xabar aniq manbasiz bo'lsa, uni qarindoshlarga yuborib vahima tarqatmang. 7-qadam. Keksa insonlarni yolg'iz qoldirmang. Bu masalada eng ko'p qiynaladiganlar telefon ishlatmaydigan, elektron tizimlarni tushunmaydigan, idoraga borishga uyaladigan yoki sog'ligi sababli bora olmaydigan pensionerlar. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, oy boshida pul tushgan-tushmaganini so'rang. Kartaning muddati, hujjatlari, ishonchnomasi, nogironlik muddati bor yo'qligini tekshiring. Bu ish 20 daqiqa vaqt oladi, lekin bir oylik pensiya kechikishining oldini oladi. 8-qadam. Agar to'lov to'xtatilgan bo'lsa, sababini yozma oling. Tizimda muammo degan umumiy gap yetarli emas. Siz aniq sababni bilishingiz kerak. Pasport ma'lumoti mos emasmi? Bank karta muammosimi? Hujjat muddati tugaganmi? Qayta hisob-kitob bormi? Ortiqcha to'lov aniqlanganmi? Boshqa idoradan ma'lumot kelmaganmi? Sabab aniq bo'lsa, yechim ham aniq bo'ladi. Sabab noaniq bo'lsa, odam bir idoradan boshqasiga sarson bo'ladi. 9-qadam. Hujjat nusxalarini tartib bilan saqlang. ID karta nusxasi, bank rekviziti, pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjat, tibbiy xulosalar, ishonchnoma, arizalar nusxasi, javob xatlari, bularni bitta papkaga solib qo'ying. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odamning huquqi bor, lekin hujjatni topolmagani uchun ish cho'ziladi. Ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik, nogironlik, ish staji, arxiv ma'lumotlari bilan bog'liq masalalarda hujjat juda muhim. 10-qadam. Muammo hal bo'lmasa, yuqori turuvchi organlarga murojaat qiling. Avval tuman bo'limiga boring. Javob qoniqtirmasa, viloyat boshqarmasiga yoki tegishli respublika tashkilotiga yozma murojaat qiling. Zarur bo'lsa, yagona portal orqali elektron murojaat yuboring. Har bir murojaatda faktlarni aniq yozing. Qaysi oy pensiya tushmadi? Qancha miqdor? Qaysi bank, qaysi bo'limga qachon borgansiz? Kim nima deb javob bergan? Hissiyot bilan emas, hujjat va sana bilan yozilgan murojaat tezroq ko'rib chiqiladi. Xulosa qilib aytaman. 1-iyuldan hammaning pensiyasi ommaviy bekor qilinadi degan vahimali gapga ishonib qolmang. Lekin bu mavzuni e'tiborsiz qoldirish ham mumkin emas. Asosiy xalq pensiya huquqining yo'qolishida emas, balki ma'lumotlar mos kelmagani. Hujjat muddati tugagani, bank kartasi noto'g'ri rasmiylashtirilgani yoki qayta tasdiqlash kechikkani sababli to'lov vaqtincha ushlanib qolishida. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq hujjatlarni, kartani, ishonchnomani, nogironlik muddati bo'lsa, uni yashash manzili va shaxsiy ma'lumotlarni tekshiring. Ayniqsa, ota-onangiz, buvingizbobongiz bo'lsa, ularga yordam bering. Agar sizda pensiya tushmay qolgan, kamaygan yoki hujjat bilan bog'liq muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men keyingi videolarda ham pensiya, nafaqa, hujjatlar va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng muhim o'zgarishlarni oddiy, tushunarli va amaliy tilda tushuntirib boraman.